Shu kunlarda poytaxtimiz Uzcharm Expo Yevroaziya 2025 charm poyabzal, attorlik, mo'yna va qorako'l hamda mahalliylashtirilgan mahsulotlar 18 xalqaro ko'rgazmasiga ham mezbonlik qilmoqda. Tadbirda nafaqat mahsulotlar namoyishi, balki turli formatdagi muzokaralar, uchrashuvlar o'tkazilishi hamda qator hamkorlik bitimlari imzolanishi rejalashtirilgan. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, mazkur ko'rgazma dunyo charm sanoatining yetakchi ishlab chiqaruvchilari uchun muhim muloqot platformasiga aylanadi. Uzcharm Expo Eurasia 10 ga yaqin davlat, 200 dan ortiq korxona va yana shuncha hamkorlik muloqotlari. Bu nafaqat mahsulotlar namoyishi, balki mamlakatimiz charm sanoati qanday rivojlanayotgani va kelgusi rejalari haqida so'zlovchi maydon. O'tgan yillar mobaynida sifat va innovatsiyaning ramziga aylangan ushbu ko'rgazmada bu gal ham yangicha yondashuv va yechimlarni uchratish mumkin. Ko'rgazmada nafaqat mahalliy ishlab chiqaruvchilar, balki xorijiy ishtirokchilar soni ham ortib boryapti. Turkiya, Italiya, Germaniya, Xitoy, Qozog'iston va boshqa davlatlardan tashrif buyurgan hamkorlar mamlakatimizdagi imkoniyatlarni o'z ko'zi bilan ko'rib, hamkorlik sari qadam tashlashmoqda. I came here in 2018. Men bu yerga ilk bor 2018-yilda kelganman. Mamlakatingizda faoliyat yuritayotganimdan juda xursandman. O'zbekistonda ushbu yo'nalishda katta potensial bor. So'nggi yillar davomida juda katta o'zgarishlarga guvoh bo'lyapman. Yurtingizda biznes muhiti xavfsiz. Albatta, har bir investor uchun bu juda muhim jihat. Davlat rahbar tomonidan xorijiy investorlar qo'llab-quvvatlanmoqda. Bularning barchasi janob prezidentning uzoqni ko'ra oladigan siyosati tufayli. Because of vision of Mr. President. Uzcharm Expo Eurasia nafaqat tayyor mahsulotlarning namoyishi, balki to'g'ridan-to'g'ri kelishuvlar, eksport shartnomalari, qo'shma korxonalar uchun platforma vazifasini o'tamoqda. Bu yilgi ko'rgazmada alohida e'tibor ekologik tozalik, qayta ishlash texnologiyalari va barqaror ishlab chiqarishga qaratilgan. Zamonaviy dizayn yechimlari, atrof muhitga kam ta'sir ko'rsatuvchi moddalar va energiya tejovchi uskunalar ko'plab stendlarda namoyish qilindi. Bu ko'rgazmamiz yildan yilga o'z masshtabini, o'z ko'lamini kengaytirmoqda. Bu avvalambor hurmatli prezidentimiz tomonidan shu sohaga berilayotgan e'tibor, imtiyoz va preferensiyalar natijasi Turkiya, Xitoy, Italiya, Germaniya, Belorussiya kabi davlatlar ham ishtirok etmoqda. Kooperatsiya aloqalarini o'rnatish, investorlarni O'zbekistonga jalb qilish va o'zimizda ishlab chiqarilayotgan mahalliy mahsulotlarni chet el xaridorlariga eksport qilish maqsad qilib olingan. First of all, I have to mention that you reach significant growth in the product quality. Avvalo shuni aytishim kerakki, mahsulot sifatida juda katta o'sishga erishilgan. Men bu yerda 2 yil oldin bo'lganman. Hozir esa juda katta farqni ko'ryapman. Soha taraqqiy etgan. O'zbekistonni charm poyabzal yo'nalishida erishgan yutuqlari bilan tabriklayman. Fikrimcha, bunday mahsulot, bunday sifat, ayniqsa vizual sifat bu juda muhim. Yevropaliklarning ehtiyojlari va istaklariga mos keladi. Biz o'zbek kompaniyalar bilan yaqin hamkorlik qilyapmiz. Umid qilamanki, ularni tez orada Vengriya bozorida ham ko'ramiz. Uzcharm Expo Eurasia orqali O'zbekiston charm sanoati nafaqat ichki bozorni, balki jahon bozorini ko'zlayotganini ochiq namoyon etmoqda. Bu yerda har bir mahsulot muvaffaqiyatli eksport uchun tayyorlangan tashrif qog'ozi. Osiyodan Yevropaga qadar geografiyani qamrab olayotgan O'zbekiston charm sanoati korxonalari o'z brendi, sifat standarti va imkoniyati bilan ishonchni mustahkamlab bormoqda.